Sharq 2 territoriyasidan bir xona 2 xona qilingan 46 metr kvadrat kadastrli bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Srochnaga 5 qavatli yangi g'ishtlik dom. Kvartiramiz ko'plab jihozlar bilan birga sotilar ekan. Zal qismidan biza uyimiz fonoviy remont holatida, jihozlari holat deb o'tdik. Bu tomonda spalna qismi, hozir zalni ko'rib o'tdik. Eshiklari Hightech MDF eshiklardan. Kattagina koridor, bu tomonda esa kuxnya qismi. Kuxnyamiz kattaligini ko'rib o'tdik. Kux mebel garniturlari, muzlatkichlari, gazli plitalar o'rnatib qo'yilgan. Uyimiz duh kontini katal orqali qiziriladi, issiq holda turibdi. Endi ko'radigan joyimiz spalna qismi va sanuzul qismi. Kirgandan vходной eshiklarini ko'rinishi, bu tomonda sanuzulimiz ko'rinishi. Sanuzulimiz to'liq kafilchalar bilan ta'mirlab qo'yilgan, stoyak smestitellar. Rakvinalari, unitazlar akkuratli holatda saqlangan, plus stiralgachgacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Uyimiz balandligi 310 metr. Bu tomonda asosiy spalnasi. Kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar, Sharq 2 Shayxullolam masjidi atrofida. Narxi $34,000, ozroq summada kelishtirib arzon qilib berilar ekan. Srochnaga sotilyapti.